Men yaqinda ajoyib sayohatga borib keldim. Shvetsariyadagi manzarani ko'rgandek bo'ldi. O'zbekistonda unaqa joylar yo'q deb o'ylagandim o'ldi. Ming bor uzr, vobshe adashgan ekanman. Chiroyli manzaralarni oldin kinoda ko'rganman kichkina paytim. Endi esa o'z ko'zlarim bilan живой ko'rdim hammasini. Voy, meni gidim shunaqangi aqlli ekan. Nefrit haqida shuncha ma'lumot aytib berdi menga. Menga eng yoqqani, Nefrit ko'li tog'lar orasida joylashgani uchun juda ham sovuq bo'ladi. Hatto yozda ham suv muzdek bo'ladi. Sayohatimizni tugatib, bizani lagerga olib ketdilar. U yerda esa menga farishtalar ovqat pishirib berdi. Juda ham mehribon odamlarni ko'rdim. To'g'risini aytaman, vobshe ish qilmadim. Yordam ham bermadim hech kimga. Maza qilib ovqatlandim. Yana voleybol ham o'ynadim. Men sport odami emasman, lekin o'sha yerni o'zida farishtalar sirazu o'rgatdi, qanaqa qilib to'g'ri o'ynash. Kstati, mafiya ham o'ynadik. Men psixologman, mafiyani juda ham oson topib berdim. Afsuski, oxirida charchab qoldim. Palatkaga kirib uxlab qolibman. Ko'p narsani o'tkazib yubordim. Hech qisi yo'q, keyingi safar yana boraman dedim. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska.